Allahu Allah, 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 Allahu Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakoti bo'lsin. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa ixlos va niyat haqida bo'ladi. Dinimizda qandaq bir amalni qiladiganmiz, uni nihoyatimi ixlos bilan qilmog'imiz lozim. Shuning bilan birgalikda qilgan amalimizni amal uchun niyatimizni durust qilmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Niyatimiz durust bo'lmay, niyatimiz xato bo'ladigan bo'lsa, qilgan amallarimizning hammasi bekor bo'lib ketadi. Ya'ni yo'qqa chiqib ketadi. Habata bo'lib ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun ishni qilishdan burun niyatimizni durust qilsak va bu qilgan ishimizni ixlos bilan, samimiyat bilan qiladigan bo'lsak, Rabbimizning dargohida bu amal maqbul bo'lib hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din, hunafa'a va yuqimus-salat va yu'tuz-zakat va zalika dinul qayyimah. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi dedi. Ya'ni Alloh taolo barliq ummatlarni ibodatni faqat yolg'iz Alloh taolaning o'zi uchunla qilishga buyurgan edi. Oldingi xristian dini bo'lsin va yoki yahudi dinlar bo'lsin, ana shularning hammasiga toat ibodatni faqat olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taologa yolg'iz ibodat qilishga buyurgan edi. Namozni ado qilishga, zakatni berishga buyurilgan edi oldingilar ham. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakatlar to'g'ri dindir dedi. Va zalika dinul qayyima. Mana shu toat ibodatlarga buyurgandan haqiqiy to'g'ri dindir dedi. Ammo o'z vaqtida ana shu xristianlarga kelgan va yahudi deb turgan insonlarga kelgan payg'ambarlar ham haqiqiy Alloh taolaning buyrug'ini ilib kelgan edi. Ammo kunlarning, zamonlarning o'tishi bilan ular dinni burmilab, o'zgartib, Alloh taolaga sherik qo'shishga boshladi. Shuning bilan oxir oqibatda mana bu dinlar amaldan qoldirildi va oxirgi din bo'lib bizning dinimiz islom mana bu keldi. Bu dinimizni payg'ambarimiz oxir zamon payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalom ilib keldi. Mana bu din kelgandan keyin bu din bizning dinimizdan oldingi barliq dinlar amaldan qoldirildi. Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Va man yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal khosirin. İslam qandaq bir inson islom dinidan boshqa bir dinni istaydigan bo'lsa, xohlaydigan bo'lsa, u insonning hayoti dunyoda qilgan taat ibodatlari hargizmi qabul qilinmaydi. U oxiratda bo'lsa ziyon tortquvchilardan bo'ladi dedi. Ya'ni islom dini keldimi, uningdan oldingi dinlarning hammasi atkas qilindi aziz qarindoshlar.
Chunki bu islom dini olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo rozi bo'lgan dindir. Shuning uchun Allohning buyrug'ini bajo keltiramiz, Alloh buyrug'anni qilamiz, Alloh qaytargan ishdan qaytamiz va Alloh buyurgan ishlarni ham chin ko'nglimiz bilan, samimiyat bilan, ixlos bilan, yaxshi niyat bilan qilamiz. Aks holda qilgan amallarimiz qabul qilinmaydi. Va boshqa bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Lan yanalalloha luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir deb. Masalan, bir inson qurbonlik qildi. Mana men qurbonlik qildim, qon oqizdim va buning go'shtlarini insonlarga, miskinlarga, beva bechoralarga tarqatdim deb faxrlanib yuradigan bo'lsa, Allohning roziligini, rizoligini ko'zlamaydigan bo'lsa, bu insonning qilgan qurbonligi hargizmi qabul qilinmaydi. Chunki Alloh taolo sizni bizlarning qilgan qurbonligimizga ehtiyoji yo'qdir. Bu qurbonlikni faqat Robbim buyurdi. Men Robbimningki buyrug'ini ijro qilib ataman, bajo keltirib olaman degan yaxshi niyat bilan yoki meni insonlar baydisin, manda qurbonlik qildi, manda go'shtlardan insonlarga taqatdi degan niyat bilan qiladigan bo'lsa, u insonning qurbonligi qabul qilinmaydi. Qurbonlikni biz faqat Alloh taolaning buyrug'ini bajo keltirib ataman. Robbim buyurdi. Robbimning buyrug'ini men bajo keltirish mening bandilik, qulluq majburiyatim deb qiladigan bo'lsak, Alloh taolo mana bu qilgan taat ibodatimizni dargohida qabul qiladi. Va yana boshqa bir oyatda aytadi ekanki, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Aytqinki, dilinglardagi dilinglardagini mayli yo'shiranglar, mayli oshkoralanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. Niyatni qalbimizda, pukumimiz, dilimizda saqlaymiz. Mana bu saqlagan niyatimizning nima ekanligini Alloh taolo na'ati yaxshi bilib turadi. Og'zimizda Alloh uchun deb turib, qalbimizda insonlar meni anda desin, insonlar meni manda desin deb bir ishni qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bilib turg'uvchi zotdir. Bizning niyatimizda nima bo'lsa, shuningga ko'ra Alloh taolo mukofot yoki jazosini beradi. Endi Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi aziz qarindoshlar. Innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Innamal a'mal binniyat. Qilingan barliq amallar, ishlar niyatga bog'liqdir deyapti. Va innama likulli imri'in ma nawa. Har bir kishi o'zining niyatiga qarata qilgan ishining savobini oladi dedi. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Kimki Alloh va uning rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati Alloh va uning rasuli uchun qilingan bo'ladi. Qandaq bir kishining hijrati dunyo tepishlik uchun yoki bir ayolga o'ylanish uchun niyat qilgan bo'lsa, uning hijrati qilgan niyati uchun bo'ladi dedi. Alloh taolo Makkadagi ana shu qilinib turayotgan azob uqubatlarni chekayotgan mu'min musulmonlarga hijrat qilish buyrug'ini berdi. Shuning bilan bu buyruqni payg'ambar alayhisalom ummatiga, sahobalarga yetkazdi. Shuning bilan sahobalar ana shu tor zamin bo'lgan Makka mukarramadan Allohning keng zaminlari bo'lgan boshqa joylarga hijrat qilishga boshladi. Bu hijratdan maqsad faqat dinni saqlab qolish va dinni mahkam tutish va boshqa yerdagi insonlarga ham yetkazish edi. Shuning bilan mana shu yana boshqa bir inson, yana uningdan boshqa bir inson, masalan, qandaq bir inson men ham hijrat qildim deb, hijratdan maqsad ana shu boshqa joyga borib rohat yashash,
yoki bo'lmasa boshqa joyda yaxshilab bir ayolga to'y qilish maqsadida yoki boshqa bir niyat bilan bir inson hijrat qilgan bo'lsa, u qilgan hijratiga yarasha niyati Allah uchun bo'lsa mukofotni oladi, mol dunyo tepish, boshqa bir g'araz maqsadlarga yetish uchun bo'lsa, uning qilgan hijrati ana shu g'araz maqsadlarga yetish uchun qilgan bo'ladi, ammo Rabbimizning dargohida u inson uchun hech qanday savob berilmaydi. Bu hadisning aytilishidan maqsad ham ana shu sahobalarning orasida bir ayol bor edi, Ummu Qays degan. Bu ayol ham mana shu iymoni kuchli bo'lganligi uchun payg'ambar alayhisolamning so'ziga itoat qilib, mana shu Makkadan hijrat qilishga niyat qildi. Ammo bu ayolni yaxshi ko'rib qolgan yana bir inson bor edi sahobalardan. Buningki iymoni ozgina ojiz bo'lganligi uchun bu hali niyatida, qalbida hijrat degan narsani tutmagan edi, niyat qilmagan edi. Ya'ni shu Makkada yashab qolishni iroda qilgan edi. Ammo bu Ummu Qaysga men seni yaxshi ko'raman, sen bilan to'y qilmoqchiman deganligi uchun Ummu Qays bo'lsa, men hijrat qilib ketyapman. Agar sen rostdan men bilan to'y qilmoqchi bo'lsang, men bilan birga hijrat qilsang, uningdan keyin shu hijrat qilgan joyda sen bilan to'y qilaman degan. Shuning bilan bu sahaba ham mana shu ayol bilan to'y qilish maqsadida, ayolga o'ylanish maqsadida hijrat qilganligi uchun va bu gap keyin sahobalarning orasida tarqab ketganligi uchun payg'ambar alayhisolamdan mana shu hijrat haqida so'ralganida payg'ambar alayhisolam mana bu muborak hadisni aytgan. Xuddi shuningdek sahobalarning orasida Alloh uchun hijrat qilganlari bo'ldi va ba'zi iymoni ojizroq ba'zi kishilar bo'lsa, ma'lum boshqa bir maqsad g'araz bilan hijrat qilganligi bo'lganligi uchun mana bu hadisni aytdi. Shuning bilan bilganlar o'zlarining niyatlarini Alloh uchun qilganligini va ba'zi bir kishilar esa ba'zi bir maqsad niyatlarga yetish uchun hijrat qilganligi oshkorlanganlik sababidan mana bu hadis aytilgan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz qanday bir ishni niyat qilaylik, bu ishda Allohning roziligini ko'zlamaydigan bo'lsak va bu ishda samimiy yaxshi niyatimizni oshkora qilmaydigan bo'lsak, qilgan ishimiz habata bo'lib ketaylik. Bo'lib ketadi ekan aziz qarindoshlar. Masalan biz buningga masalan eng yaxshisi yana bir hadisni sizlarga bayon qilay. U hadisda shuningdan iboratki, qiyomat qoyim bo'lgan chog'da Alloh taolo 3 toifa insonlarni huzuriga chaqiradi ekan. Birinchi bo'lib, ularning birisi shahid, ya'ni Alloh yo'lida hayoti dunyoda jinini fido qilgan shahid insonni chaqiradi ekan. Chaqirgandan keyin Alloh taolo: "Ey bandam, men sana hayoti dunyoda seni yaratdim, sana andaq mandaq nozik ne'matlarni berdim. Ba'dimmi?" degandan keyin u inson shahid inson: "Ya Rabbim, siz haqiqatan shu ne'matlarni menga ato qildingiz. Men shuni tan olaman" deganda Alloh taolo aytadi ekanki: "Ey bandam, sen men uchun nima ish qilding?" deganda: "Ya ey Parvardigorim, men siz uchun mana shu issiq jinimni, butun vujudimni sizning yo'lingizda shahid qildim" dedi ekan. Shun bilan Alloh taolo u bandaningga qanday shahid bo'lganligini Alloh taolo o'zi yaxshi bilganligi uchun: "Ey bandam, sen men uchun shahid bo'lmading. Sen insonlar meni qahramon desin, jasurkim desin, botir desin deb urush qilding. Haqiqatan shahid bo'lding. Hayoti dunyoda insonlar seni haqiqatan palonchi qahramonti, palonchi jasurti, palonchi botirti dedi. Sen savobingni hayoti dunyoda olib bo'lding. Endi mening huzurimda sana beriladigan savob yo'q" deb jahannam farishtalariga buyurdi ekanki, "Buni olinglar, do'zaxga tashlanglar" deb. Shuning bilan jahannam farishtalari bu insonning yuzini yagi so'ragan holatda opirib do'zaxga tashlaydi ekan. Bu nima uchun deganda aziz qarindoshlar, niyati Alloh roziligi uchun bo'lmay, insonlar meni andaq desin, insonlar meni mandaq desin, nochi deb qolsin, palvon deb qolsin deb jihad qilganligi uchun aziz qarindoshlar, haqiqatan bu inson hayoti dunyoda shahid bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Rabbimizning dargohida hech qanday mukofotga erisha olmaydi.
Allah Teala mana bundaq şehitlikten özü asırsın aziz qarindoshlar. İkinci bulup Allah Teala ana şu mahşargahga olim bir insonni chaqiradi ekan. U insonga ham Allah Teala o'zining ne'matlarini eslatadi ekan. U inson Allah Teala'ning ne'matini eslab, Rabbim haqiqatan sen mana shundaq noz ne'matlarni berding, men tan olaman deydi ekan. Undaqda sen men uchun hayoti dunyoda nima ish qilding deganda olim aytadi ekanki, men sen uchun ilm o'rgandim, Qur'on o'qidim va bu ilmlarni boshqalarga o'rgatdim deydi. Shunda Alloh taolo sen yolg'on so'zlading. Sen ilmni insonlar meni olim desin, deb o'rganding. Haqiqatan hayoti dunyoda palonchi nihoyatimi olim edi, nihoyatimi qori edi, bakmi ko'p Qur'on o'qiydi dedi. Haqiqatan sen hayoti dunyoda bu mukofotingni olib bo'lding. Endi mening huzurimda sana beriladigan hech qanday mukofot yo'q deb buni ham farishtalarga buyurdi ekan. Farishtalar buning yuzini yagi so'ragan holatda jahannamga tashlaydi ekan aziz qarindoshlar. Bu ham nima uchun deganda mana shu niyatiningki durust bo'lmaganligi va qilgan amalining ixlos bilan ado qilinmaganligining sababidandir aziz qarindoshlar. Alloh taolo mana bundaq olimlardan bo'lib qolishdan sizu biz barchamizni o'zi asragan bo'lsin. Üçüncü qitimda mahşargahga chaqiriladigan insonlarning biri boy inson ekan. Nihoyatimi ko'p boylik ato qilgan insonlarning birini chaqiradi ekanki, ey bandam, sen men sana bunu noz ne'matlarni, boyliklarni ato qildim deganda u inson, ha Robbim, sen haqiqatan shu boyliklarni ato qilding. Men bunu tan olaman deydi ekan. Shunda Alloh taolo, ey bandam, sen men uchun nima ish qilding hayoti dunyoda? Deganda u banda aytdi ekanki, ey Robbim, sen buyurgan birorta yo'lni ham tashlamasdan, tark etmasdan, sen buyurgan yo'llarning, ya'ni sen ma joylarga sadaqa qilish kerak degan joylarning hammasiga sadaqa qilib chiqdim. Birisini ham tashlab qo'ymadim deydi ekan. Shunda Alloh taolo, ey bandam, sen yolg'on so'zlading. Sen haqiqatan shu joylarning hammasiga sadaqa ihsonlarni qilding, ammo insonlar meni boydisin, insonlar meni saxiy desin degan niyat bilan qilding. Haqiqatan hayoti dunyoda insonlar seni maqtadi, saxiy dedi, noming hayoti dunyoda qoldi. Mening huzurimda sana beriladigan hech qanday mukofot yo'q deydiganda farishtalarga buyurdi ekan, do'zaxga tashlanglar deb. Mana bu boy badavlat, milliarder, millioner insonni ham yuzini yagi so'ragan holatda dod faryotiga quloq solmasdan farishtalar uni ham do'zaxga tashlaydi ekan. Boylik ham baloy ofat aziz qarindoshlar, agar buning huddisidan chiqolmaydigan bo'lsak, boylikning huddisidan chiqa oladigan bo'lsak, bu nihoyatimi cho'ng ne'mat, nihoyatimi cho'ng baxt, saodat elib keladi aziz qarindoshlar. Agar bu boylikni tepib o'z joyida ishlatilmaydigan bo'lsak, bu boylik bizning beshimiz uchun baloy ofatlarga, kulfatlarga, musibatlarga sabab bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq boylikdan ham Alloh taolaning o'zi sizu bizlarni asrasin aziz qarindoshlar. Dinimiz mana shundaq din. Niyatimiz xolis bo'lmaydigan bo'lsa, amalimiz ixlos bilan ado qilinmaydigan bo'lsa, bu dunyoda ish amal qilamiz deb avara bo'lib yurishning hech hojati yo'q. Maishatimizni qilib yashayverib, oxiratda ana shu nimani qilgan yaxshiroq balkim aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo sizu bizlarni bu dunyoga bekorga yaratib qo'ymadi. Alloh taolo ma'lum maqsad bilan yaratdi. Ana shu Robbimizningki maqsadini biz hayoti dunyoda amalga oshirmaydigan bo'lsak, ijro qilmaydigan bo'lsak, buningki jazosini abadul abad. Do'zax hayoti abadiydir. Jannat hayoti abadiydir. Do'zaxda o'lim yo'q, azob uqubat vardır. Jannatda ham o'lim yo'q, rahat, farog'at vardır aziz qarindoshlar. Mangu yashaysiz. Bu dunyo to'tkinlik. Amma cennet hayatı ebedi yaşaysız.
aytilishicha, mana shu sizning hozirgacha sizu bizning bilganimizcha Nuh alayhissalomning zamonasida insonlar nihoyatda ko'p ming yillab, necha ming yillab yashaydi ekan. Ana shu Nuh alayhissalomdan so'ragan ekan: "Ey Nuh, kayfa wajadta dunya?" Bu dunyo qandaq narsa ekan? Qandaq topding bu dunyoni? Deganda Nuh alayhissalom aytgan ekanki, "Wajadtu dunya baytan fihi darayn, fihi babayn." Bu dunyo bir uyga o'xshaydi ekan, u uyning 2 dona ishki bor ekan. Ma tarafdan kirdim, yana bir tarafdan chiqib ketdim. Ya'ni 1000 yil islomga da'vat qilgan insonlar. Ya'ni hayoti 1000 yildan ko'p yashagan insonninki aytgan so'zi. Hozir biz unda yashamatimiz-ki. Hozir eng ko'p yashagan inson 100 yosh. Eng ko'p yashapti degan inson 80 yosh, 90 yosh, 100 yosh. 120, 130 ga kirgan insonlar nihoyatda nadir, bakma az. Sanab topqila olmaydi. Shu eng normali 60 yil, 70 yil. Ba'zi inson uningga yashamasdan 5-10 yoshda, 1-2 yoshda, 4-5 oylikda, 20-30 yoshda, 40-50 yoshda o'lib ketyapmiz. Mana shu arzimagan yilda biz hayotimizni mana shu shaytonning changiliga tashlab, o'zimizning arzimagan nafsimizning oqsiga kirib o'tib ketyapmiz. Oxir oqibatda ana shu abadiy abad do'zaxga kirib qolishimiz, do'zax azobidan tetib qolishimiz hech gap emas aziz qarindoshlar. Shuning uchun 4 kunlik dunyoda shaytonning o'yiniga depiga usul o'ynamaylik. Qo'limizdan kelgancha solih amallarni qilaylik va Robbimizni rozi qilaylik aziz qarindoshlar. Dünya aşınçılık. Cabir ibn Abdullah al-Ansari radıyallahu anhuma قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي الرواية إلا شركوكم في العجر رواه مسلم. Cabir ibn Abdullah al-Ansari radıyallahu anhumanın mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan dedi, bir g'azotda billa edik dedim. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Kasal sababidan shak shubhasizki Madinada qolib qolgan nurg'un kishilar bor. Sizni bizlar mana bu g'azotga qatnashdik, urushga chiqdik. Amma sizni bizlar bilan billa urushga qatnasholmay qolgan, kasal bo'lib Madinada yetib qolgan qanchilgan insonlar bor dedim. Sizlar qayerga mansanglar, har qanday jilg'ilarni kesib o'tsanglar, ular sizlar bilan billa bo'lgandek hisoblanadi dedim. Ma qaranglar, nima degan chiroyli hadis, nima degan go'zal hadis. Yana bir rivoyatda ular ajrida sizlar bilan o'rtaqdir dedim. Urushga chiqolmay qoldi kasallik sababi bilan ya boshqa bir muhim iloji yo'q bo'lib qolgan safarlar bilan. Ammo chiqmaganligi uchun ana shu sahobalarning qalbi nihoyatda yerim bo'ldi. Robbim shunday bo'lmagan bo'lsa men chiqatdim. Mening qalbimni sen bilading-ku Robbim deb nihoyatda ko'ngli yerim bo'ldi. Ammo yerim bo'lganligi uchun aziz qarindoshlar, payg'ambar alayhisalom aytadi ekanki, Madinada bir qanchilgan kishilar qolib qoldi. Ma'lum sabablar tufaylidan ular biz bilan billa mana bu urushga qatnashamadi, ammo urushga qatnashganlikning sababini shu Madinada o'tirib turib ham elayotdi dedi payg'ambar alayhisalom. Nima degan go'zal. Niyatimiz yaxshi bo'lsa, bir ishni nima qilinmasa ham keyingi dars hadisda ham bu haqda to'xtalib o'taman shuning uchun. Nima degan go'zal din bu, qaranglar aziz qarindoshlar. Urushga qatnashammaganlik uchun ko'ngli yerim bo'lganligi tufaylidan Alloh taolo urush qatnashganlikning savobini beryapti. Hadislardan birida yana aytadi ekanki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, innalloha la yanzuru ila ajsamikum va la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum dedi. Haqiqatan Allah sizlarning
turuqinglarga va tashqi ko'rinishinglarga qaramaydi. Nihoyatda kuchlik, baquvvat, hayvatliginglarga va nihoyatda go'zal, chiroyliliginglarga qaramaydi. Nima uchun? Chunki ash turuqni Alloh taolo bergan sizga. Ash go'zallikni Alloh taolo bergan. Sizning go'zalligingizga, sizning turuqingizga Alloh taolo oshiq emaski. O'zi yaratdi sizni. Ashunday go'zal qilib, kimnidir baquvvat, hayvatlik qilib, chiroyli qilib, kimnidir boshqa chiroq qilib. Buningdan hammasi qaysi bandam shukr qiladi va qaysi isyon qiladi, shuni sinash uchun. Aziz qarindoshlar. Nimaga qaraydi o zaman? Walakin yanzuru ila qulubikum dedi. Alloh taolo sizni bizning qalbimizning pok yoki nopok ekanligiga qaraydi. Qalbimiz pok bo'lsa, chiroyimiz, turuqimiz sat bo'lsa ham Alloh taolo nihoyatda go'zal, chiroyli mukofotni beradi ekan. Agar o'zimiz chiroyimiz chiroyli bo'lib, qalbimizda nifoqni, ifloslikni, yomonlikni niyat qilib yuradigan bo'lsak, Alloh taolo jazolab qo'yadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu narsada nihoyatda diqqat qilmag'imiz lozim. Bizning bu diniy amallarimizdan hammasi niyatga bog'liq. Bu niyat haqidagi hadis nihoyatda muhim hadislar. Nihoyatda dinninki asosiy prinsipini belgilab beradigan hadislarning biri aziz qarindoshlar. Shuning uchun mayli namoz o'qiylik, mayli zakot beraylik, mayli bir yaxshilikni qilaylik, insonlar meni manda deb qolsin, insonlar meni anda deb qolsin emas. Allah buyurgan edi, Allah'nınki buyrug'ini bajo keltirib o'taman deymiz. İnsanlar nima desa desin, Allah buyurganini qiladigan bo'lsak, biz Rabbimizni rozi qilgan bo'lamiz. Ma ishni qilsam, xafa bo'lib qoladi. Allah buyurgan, ammo bu ishni qilsam, xafa bo'lib qoladi degan niyat bilan qiladigan bo'lsak, biz o ishga hech qanday savob olmaymiz. Aşı xafa bo'lib qolishi mumkin. Uni xafa qilsak bo'lmaydi. Allohni xafa qilsak bo'lamdi? Allah. Bu qanday degan gap? Biz insonlarni xursand qilish uchun emas, Allohni xursand qiladigan ishni qiladigan bo'lsak, insonlar bizdan xursand bo'ladi. Bir inson yaxshilikni qilaversa, oxir Alloh taolo o insonni yaxshi ko'rib qoladi ekan. Shun bilan Alloh taolo Jabroil alayhisalomga nido qiladi ekan: "Ey Jabroil, men palonchi bandamni yaxshi ko'rib qoldim, sen ham yaxshi ko'r" deb. Jabroil alayhisalom barliq farishtalarga nido qiladi ekanki: "Ey farishtalar, Alloh taolo palonchi bandani yaxshi ko'ribdi, men ham yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Shu bilan barliq farishtalar yaxshi ko'rishga boshlaydi. Shuningdan keyin u insonni yer sharidagi barliq insonlar yaxshi ko'rishga boshlaydi. Ya'ni qalbida iymoni bor insonlar yaxshi ko'rishga boshlaydi. Qalbida nifoqi bor insonlar yaxshi ko'rolmaydi. Qalbida nifoq bor insonlar har doim mu'min musulmonlarni yomon ko'rib kelgan insonlar. Shuning uchun dunyoda yaxshi insonlar kam, yomon insonlarningki haddi hisobi yo'q. Mana bu hadis bilan bugungi darsimni tugataman aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda mundaq deydi. Bu hadis qudusi bo'lib, qala Allohu tabaraka va taala innalloha katabal hasanat vas sayyiat summa bayyana zalik. Hadis qudusida mundaq deyilgan: Alloh taolo barliq yaxshilik va yomonliklarni yozdi deydi. Summa bayyana zalik. Ondan uni mundaq bayon qildi deydi. Yaxshilik, yomonliklarning hammasi yozilib bo'lgan. Uni mundaq bayon qildi deydi. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة dedi. Subhanallah. Kimki bir yaxshilikni niyat qilsa, uni qilmasa, bir inson bir yaxshilikni niyat qildi, men bu ishni qilaman Xudo xolasa deb, ammo uni qilmadi. Nima bo'ladi? Alloh uningga kamil bir yaxshilikni qilganning savobini beradi dedi. Yaxshi niyat. Niyatul mu'min xayrun min amalihi dedim. Mu'minning niyati uning qilgan ishidan yaxshiroqdir.
Yana bir yaxshi inson bir narsani niyat qildi, men Xudo xolisa mush ishni men qilaman deb. Ammo imkon topolmadi. Sharoit yor bermay qoldi, ammo yaxshi niyat bilan shu ishni niyat qildi. Chunki bu ish Allohning buyurgan ishlaridan biri edi. Undaqda nima bo'ladi? Alloh taolo ash ishni qilmagan bo'lsa-mi, ash banda Alloh taolo u insonning niyat qilganligi uchun bir savobni ato qiladi ekan aziz qarindoshlar. Agar uni amaliyotda qilsa dedim, niyat qilgan edi, shu ishni bajardi. Ro'yobga chiqargan bo'lsa dedi, Alloh uningga kamil bir amaliyotda qilsa dedi, Alloh uningga 10 dan tortib 700 hassigacha yaxshilikni, hatto uningdan ko'p yaxshilikning savobini beradi. Baja keltirsa, bir yaxshilikqa Alloh taolo 10 mukofot beradi. Bu oldingi ummatlarga berilmagan bir imtiyoz, imkoniyat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatiga berilgan bu yaxshilik. Bizlar bir yaxshilikni qilsak, Alloh taolo 10 hassa qilib yozib mukofot beradi. 700 hassigacha va xolisa uningdan ham ko'plab savobini beradi. Alloh taolaning ummati Muhammadiyaga berilgan imtiyozlardan biri mana bu aziz qarindoshlar. Subhanalloh. Endi agar u bir yomonlikni niyat qilsa, bir inson maishni qilman, men andaq qilaman yoki palonchini o'ltirib o'taman, ya uning nimasini o'g'irlab olaman, ya uni mandaq qilib o'taman, andaq qilib o'taman deb bir yomonlikni niyat qilsa, uni qilmasa dedi. Bir yomon narsani niyat qilgan edi, ammo uni baja keltirmasa dedi. Allah onunğa kamil bir yaxshilikning mukofotini beradi. Nima degan yaxshi? Uni o'ttirib o'taman deb niyat qilganida o'tdamini. Alloh taolo shu insonga bir mukofot berdi. Uni anda qilaman, manda qilaman deb bir yomonlikni qilganida uni qilmadi, voz kechdi. Yo bo'ldi, men qilmay. Dedi Alloh taolo shu insonga savob beryapti aziz qarindoshlar. Agar uni amaliyotda qilsa, bir yomonlikning gunohini beradi ekan aziz qarindoshlar. Shu ishni qilaman deb oxir amalga oshirgan bo'lsa, bir yomonlik uchun bir jazo beradi ekan Alloh taolo. Ammo bir yaxshilik uchun 10 hassidan 700 hassigacha va uningdan xoligan hassigacha. Mana bu bizning dinimiz islomdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun aziz qarindoshlar, qilayotgan ishimizga nihoyatda diqqat qilaylik. Qilayotgan ishimiz agar haqiqatan biz mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsak, Allohga iymon keltirgan bo'lsak, hargiz riyo uchun ish qilmaylik. Boshqalar meni maqtasin, alqishlasin, ishni men qilganim boshqalar mening qilganligimni bilib qolsin. Yo'q. Mening bu ishni qilganligimni faqat Alloh bilsa menga kifoya. Chunki Robbim kecha kunduz mening ustimda. Shuning uchun Robbim biladi, Robbimning bilgani men uchun kifoyadir dedigan mana bu e'tiqod iymonda bo'ladigan bo'lsak, biz ahirda Alloh taolaning roziligiga erishgan bandalardan bo'la olamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun barliq ishlarimizni qilayotganda diqqat qilaylik. İşimiz mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, Allohning roziligini ko'zlagan holda qiladigan bo'lsak, Alloh taolo bizni abadiy abad baxt saodat uyi bo'lgan ana shu jannat bilan mukofotlaydi. Alloh taolo hammamizni ana shunday solih ishlarni qiladigan o'zining solih bandalaridan qilishini tilab qolamiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahu Allah, 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 Allahu Allah.